Bo'lmasam qarang, boshladik. Mana shu intimate property'lardan hozir men aytganlari faqat property'lari bo'ladi. Bit length bitdagi uzunligini qaytaradi. O'zi aytib qo'yilgan tepaga. Is even sonni juftlikka tekshiradi. Agar juft bo'lsa true, aks holda false qaytaradi. Is odd to'qsonlikka tekshiradi. Ya'ni agar son 90 bo'lsa true qaytaradi, bo'lmasa false qaytaradi. A.hashcode bu barcha qiymatlarni turgan o'rnini qaytaradi. Ya'ni dartda ochilingan barcha ma'lumot turlari, boshqalar, bular hammasi hash kodi bo'ladi o'zini maxsus. Ya'ni misol uchun siz Excel'da o'rgangansiz, Excel'da yacheyka degan narsani o'rgangansiz. Deylik mana L ustun 15-yacheyka deyilgan bo'lsa, L ustundagi 15-yacheykadagi ma'lumotni olib keling desa, o'sha yacheykadan ma'lumot olib kelar desa, buni ham o'zini shaxsiy yacheykalari bo'ladi. O'sha yacheykadan ma'lumot olib keladi. Misol uchun mana run qiladigan bo'lsak, mana qarang. Mana yerda 155-724 son turibdi-ku. 1 2 3 4 print. 1 2 3 4 print. Mana shu A deb ochilingan o'zgaruvchi mana shu nimada turibdi. Yacheykani o'rnida turibdi. Shunaqa. Endi is finitive cheksiz emaslikka tekshiradi. Agarda son cheksiz emas bo'lsa, true qaytaradi. Hop. Mana yerda is infinitive bilan is none bor. Bular ikkalasi ham cheksizlikka tekshirishadi. Cheksizlikka tekshirishadi. A nuqta is negative bor, bu manfiylikka tekshiradi. Endi yangi property'lar haqida gaplashamiz. Hop, A nuqta runtime type degani bor. Bu run bo'lgandagi turini qaytaradi. Run qilamiz. Ya'ni int A na nuqta runtime type bu A ning ma'lumot turi intga tegishli deyapti. Ya'ni int qilib ochilinganini qaytaryapti. Endi print A nuqta men yerda abase sayillar haqida gaplashamiz. Abase nima? Sonning modulini qaytaradi. Bu nima degani? Agar son manfiy bo'lsa, musbatga o'tkazadi. Yanada nima degani? -13 12 bo'lsa, qaytaradi 12 qilib degani. Mana -13 a rang qilsam mana 13 qilib qo'ydi, ko'rdingizmi? ABS tushundingizmi nima qilishini? Endingi masala bundan keyingi qulaylik bo'ladi. A nuqta qilamizda sale degani bor. Intga yaxlitlaydi. Yaxlitlashni bilasizmi? Yaxlitlash? O'rgataman. Misol uchun sale'ni qachon ishlatishingiz mumkin? 12.4 ni sale qilsangiz qaytaradi 12 qilib. Qoldig'ini olib tashlaydi. Endi print A nuqta sale to double bu yaxlitlaydi. Double ga, ya'ni haqiqiy songa. Yana nima degani bu? Misol uchun 12 ni agar siz sale to double qiladigan bo'lsangiz, qaytaradi 12.0. Buni hozir isbotlayman. Mana -13 da 13.0 qilib qo'ydi. Ko'rdingizmi? Xuddi shu narsa.
Endingi masala print a nuqta. Clamp. Bu clamp nima qiladi? Taqqoslaydi. Ya'ni mana yerda o'zi yozib qo'ygan, agar uni 5 ni clamp qilsangiz, 5 dan 10 gacha qaytarsin desangiz, eng katta sonni qaytaradi deyapti. Misol uchun, -13 bo'ladigan bo'lsa, 1 bilan 3 qiladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan 1 da qaytaradi. Chunki mana yerda 1 soni eng kichkina soni, 2 qolgan son eng katta soni. Ya'ni bitta sonning 3 ta o'zaro sonning o'rtanchasini qaytaradi. Tushundingizmi? -13 eng kichkinasi, 3 eng kattasi. Chunki minusdan plyusga qarab yurganda u 3. 1 o'rtasidagi son. Demak, nechini qaytaradi? 1 da. A nuqta. Compare to. Birini boshqasiga solishtiradi. Bu nima degani? Agar birinchi son katta bo'lsa, 1 qaytaradi. Agar ikkinchi son katta bo'lsa, -1 qaytaradi. Agar ikkala son teng bo'lsa, 0 qaytaradi. Endi isbotlayman. -13 mana. -13 kattami birdan? Yo'q, kichkina. Nima qaytardi? Ikkinchi holatini qaytardi. Endi -13 kichkinami? -14 dan 1 qaytardi, ko'rdingizmi? -13 tengmi -13 ga? Bu holatda 0 qaytaradi. Ko'rdingizmi? A nuqta. Yangisini o'rganamiz. Batta compare to o'rgandik. Floor intga yaxlitlaydi. Ya'ni eng katta butun songa yaxlitlaydi. Bu nima degani? 12,5 ni 13 ga yaxlitlaydi. 12,4 ni esa o'sha pastga tushgandan keyin 12 ga yaxlitlab beradi. Ya'ni yuqoriga yaxlitlaydi. O'zi 12,5 ni yaxlitlasa 12 bo'lishi kerak. Lekin uni qilmadi, eng katta butun songa yaxlitladi. A nuqta. Floor to double. Shuni sherigi faqat o'sha shuni sherigi faqat double qilib beradi. Eng katta butun emas, eng katta haqiqiy son bo'ladi. Qoldiqli son. GCD. Hop. Eng katta umumiy bo'luvchi kubni qaytaradi. Eng katta umumiy bo'luvchi. Deylik mana 8 sonini 4 dagi eng katta bo'limchisi 4. 8 ni to'liq 2 ga bo'lsa bo'ladi. Shunda ikki tomonga teng taqsimlanadi.
eng katta umumiy bo'linuvchi son. 8dagi eng katta umumiy bo'linuvchi son bu 4. Hop, mod inverse, mod po bular kerak emas. Reminder, ayirmasini bir sondan boshqa sonni -13 dan -10 da ayirmasi bu boshqasini rang qo'yardi. Mana -3. -13 boraman yerda. -13 dan -10 da ayirsam nechi qolar ekan? -3 qolar ekan. Bir sondan boshqasini ayirmasi deyilinadi. Qiladi o'sha bir sonni boshqasidan ayirmasini chiqarib beradi. Endingi masala yangisini o'rganamiz. Hop, reminder round yaxlitlaydi. Bu ham round to double degani bor. Double ga yaxlitlaydi deymanda, keyin print a nuqta round to double ni chiqarib qo'yaman. Print a nuqta to double da double ga har doim haqiqiy son deb o'tira olmaymiz. O'zi biz double da nima ish bajarishini yaxshi bilamiz, to'g'rimi? To double, to int. Int ga o'tkazadi. To radix string sonni ixtiyoriy sanoq sistemasiga o'tkazdiradi. Agarda -13 ni ikkili sanoq sistemaga o'tkazdiradigan bo'lsangiz, bizga qaytariladigan natijasi -1101. Nimaga? Ikkili sanoq sistemasida birlar va nollardan tashkil topadi ikkili sanoq sistemasi. Men sizlarga ikkili sanoq sistemasini plus 10li sanoq sistemasini 16li sanoq sistemasini o'rgatgandim doskada chiqarishda. Shunaqa. Xo'p, sonni sanoq sistemaga o'tkazadi. 2 dan 36 son oralig'ida. Bu nima degani? Sanoq sistemalari ikkili sanoq sistemadan 36li sanoq sistemagacha bor. Da. Sanoq sistema son oralig'i nechta degan savol kelsa, ikkili sanoq sistemadan 36li sanoq sistemagacha mavjud bu dunyoda. Biz ishlatadiganimiz, har kuni kundalik foydalanadigan sanoq sistemamiz 10li sanoq sistema. Unutmang shuni. Endi print a nuqta to radix string to stringga o'tkazadi. Isbotlab beraman. Stringga o'tgandan keyin nuqta qo'ygan bo'lsangiz, stringda method propertylar kelib chiqadi. Ko'rdingizmi? Mana shu narsani unutmang. Son o'sha stringga o'tib ketdi. Stringga o'tkazish bunaqa. Stringga o'tgan sonda songa chiqarish qanaqa edi? Int son barobar int nuqta parse bor edi, int nuqta try parse bor edi, esingizdan? Parse to'g'ridan to'g'ri olib o'tadi. Deylik mana 123 sonini parse qilaman, keyin sonda print qilaman. Mana 123. Agar mabodo o'rtasiga belgi tushib qolsa, o'sha otadi bitta bu. Ko'rdingizmi?
Endi try parse degani bor. U mana shu narsadan xoli ishlaydi. Misol uchun 123 deb berganimdan keyin buni turi ham null bo'lishi kerak. Null haqida hali gaplashamiz menimcha. Mana turi null bo'lishi kerak. Mana 123 qaytardi. Mabodo men ichiga sonbas boshqa narsa tiqib qo'ysam, nuqta, например, null otadi. Ya'ni dastur portlab ketmaydi-da. Null otib to'xtaydi, keyingi kodga o'tib ketadi. O'zi aslida portlagan joydan A'ga o'tmaydi kod. Qoidasi bo'yicha. Bunda null bo'lgandan keyin null keladi, qolgan kod ishlab o'tiraveradi. Da, mana shu kodni o'zi null otadi. Bu null safety deyilinadi. Bu birinchi masalasi. Ikkinchi masalasi parse, try parse satrdagi sonni raqamga o'tkazadi. Men int nuqta try parse qilsam, o'sha sonni butun songa o'tkazdiradi. Double nuqta try parse ham bor. Shuni ham unutmang. ToString as exponential degani bor. Sonning qoldig'idan keyingi raqami nechta chiqishini aytadi. Например, 3 ta qoldig'i bo'lsin desiz, mana 1 minus mana o'sha 13 dan 1 dan keyingi sonda qoldiq, undan keyin 0 qo'shib beradi. Ko'rdingizmi, mana 0 qo'shib beryapti. Shunaqa. ToString as exponential as fixed degani bor. As fixed qoldig'idan keyingi soni nechta bo'lishini aytadi. As exponential qoldiq qo'shib berar ekan 0 sifatida. As fixed 0 ni kamaytirib berar ekan, ya'ni o'sha qoldig'ini yo'qotib berar ekan. Bu nima degani? 3 ta qoldig'i qolsin desiz va mana yerda 123.456 qilsam, 456 3 ta 0 qiladigan bo'lsam, 3 ta 0 o'chib ketadi-da. Ne qoladi? Agar yo 4 ta qoldig'i o'chib ketsin desam, mana 4 ta qoldig'i o'chib ketadi. Shunaqa. 45 60. 5 tasi o'chsin desamchi. Hop. Agar yetmasa 0 qo'shib yuborar ekan-da. Ya'ni o'sha oraliqda, ya'ni qoldig'i bilan 5 ta bo'lsin degan ekan-da bu. Ha. Qoldig'i bilan 5 ta bo'lsin degan ekan. Bu misol uchun bu qoldiq qo'shadi. Bu esa qoldig'i bilan son qo'shadi. Berilgan songa teng bo'l hop. Tushundingizmi? Print a nuqta truncate ham nima qiladi? Yaxlitlaydi, bu ham yaxlitlaydi. Bu intga yaxlitlatsa, ana truncate to double ga yaxlitlaydi.
Ana. Intni met propertylari 100% xudo xolasa tugadi.